Ketdi. Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Balandroq gapir. Balandroq gapir. To'xtab qo'shib ketsin, boshqa tarafdan. Mikrofon yo'qaychi? Ha. Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi shohona fason o'sha 10 yil oldingi yasalgan darvozani hali ham o'sha trenddan qolmaydigan darvozamiz o'z manziliga olib kelib, o'rnatib, fond ustunovka jarayonlarini yakunlab oldik. Bu darvozamizning manzillari qisqacha qanaqa material ishlatilganini obzor qilib bersak, sizlarga o'zimizning vodiyga, Farg'ona viloyati Quva shaharchasiga olib kelib, o'rnatib, ustunovka qilib berdik. Darvozamiz gigant razmerda. Birinchi o'rinda darvozani narxidan ko'ra razmeri qiziqtiradi ko'pchilikka. Chunki mening razmerim shunday razmerda, shunaqa chiqadi deb turib, har qanday insonni ko'z oldiga keladi. Masalan, o'zimda ham shaxsan, darvozamiz gigant razmer deyishim sababi bo'yiga 442, eniga 390 bo'lgan. Darvozani ishlatilgan materiallari. Past tomoniga shiveldir, o'ynakiga 5 shiveldir, o'ta qalin bezular. Yo'llarga kelsak, yo'llari burch profilda, stenasi qalin, o'ynakiga 8 profilda fond aylantirilgan. Profilda oldi tomoniga o'sha mana listdan fonni qoplab berilgan. Chunki fasonida shunday bo'lgan. Bunga ishlatilgan oldidagi nimalari, materiallarga kelsak, shirshavaliz, fonni qoplab chiqilgan 3-qavatiga, darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan, ütüp-ütür qilingan. Mana umuman shum tovush yo'q. Gullariga e'tibor berasizlar. Gullari 2 xil rangda bo'lgan. Koreyshiy rang va levisda fonni ajratib berilgan gullari. Hop, darvozamiz oldidagi bezaklar 2 profil fon aylantirib chiqilgan mana arkasimonda. Bu umuman haliga balgarga solinmagan, buni bukilgan. Hop, oldidagi peshburniga kelsak, peshburni to'rga 2 profil, buni stenasi ham qalin. Zazor yopish maqsadida 1,5 ga 1,5 fonni aylantirib, kurga aylantirib chiqilgan. Zamurlarga kelsak, zamurlar o'sha stimul zamur, nihoyatda chiroyli. Darvozaga o'ziga mos zamur qo'yib berilgan. Darvoza ranglarini aytib o'tdim. Koreyshiy, orqa tomoni ham tekis bo'lgan. Tepa tomonda o'sha havo kirib chiqib, havo aylanish uchun, yorug'lik kirish uchun lazerda 1.8 dan lazerdan qoplab berilgan. Gulxoy deysa, gulxoy ham qilib beramiz. Orqa tomon deganlarga orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Mana orqa tomonlari tekis brildisda qoplangan. Mana ochilib o'tamiz. Bir, ikkinchi qilamiz. Hop. Zamurlarga e'tibor beramiz. Shanlarga, planka asosida fonni katta shanir, ochilib yopilishlari yengil, mana hammaga ishlatilib kelingan sentr zamurimiz. Darvozamiz turgan joyida qotgan bo'lsa, darvozamiz haqiqiy nol bo'lgan bo'ladi. Qo'yib yuborsangiz o'sha qotish kerak. Agar darvoza nolga bo'lmasa, o'sha aytganingizdek bo'lmasa, darvoza yo ichkariga yopilib ketadi, yo tashqariga ochilib ketadi. Mana shundan bilib olsangiz bo'ladi. Ochilib yopilishlari zo'r. Aytgan joyga borib to'xtaydi. Bismillah. Darvozamizda hech qanaqa shumpum, dovush-povush yo'q. Xudo xohlasa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston hamma davlatlarga dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib, xuddi mana shunday qilib shaxsan o'zim ustunovka qilib topshirib beraman. Bemalol agar aloqaga chiqsalaring, maslahatimizni beramiz, olib borib o'rnatib ustunovka ham qilib beramiz. Xonadon egalari hozir bu yerda yashamaydilar, chunki endi xudo xohlasa ko'chib chiqishga tayyorlayaptilar. Ulug'bek aka, baqa keling endi aka. Keling. Yo'q, kelaring. Keling. Assalomu alaykum. Davr aka, internetda kelamiz, bitta sohadamiz. Pashta desa ham bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Charchamaysiz. Mazangiz yaxshimi? Mikrofonimiz yo'q, sal birozgina qattiq gapiraverasiz. Hop, akajon, darvoza muborak bo'lsin. Rahmat. Buyurib nasib qilsin aka. Shunday uchastkalarda qilsiz, uchastkaga mos men darvozangizni o'rnatib, ustunovka qilib berdik. Endi bu obunachilarimizga bir o'zingizni fikringizni aka chiroyli bildirib yuborsangiz aka. Endi agar tavsiya beraman, haqiqatda o'ta chiroyli chiqdi darvozamiz. Sifatli ham ochilish yopilishlari tekis, ishlari tekis ekan, tavsiya beraman. Shu akalardan darvoza olib qo'ydirsalaring, baraka topasizlar. Ko'nglingiz joyiga tushdi. Birorta defekt, bir haligi aybi, nuqsoni yo'q. Ayblar. Ochib yopishlarni hammasi o'zingiz
qabul qilib oldingiz O'zim aka. qabul qilib oldim hammasini. Ertaman deb sahar keldik, mana o'rnatib ustonaga qilib edik. Aka, bergan pulingizga rizo bo'ling, yaxshiliklarga ochib yoping. To'ylarda qiling aka, ota-onani yana hojilarga borganda yaxshiliklarga ochib yopirsin. Rahmat. Obunachilarimiz mana o'zlaring agar ishimiz yo'qsa, bemalol mana Ulug'bek ham shaxsan Farg'ona viloyati Quva shaharida aka manzilingizda bizniki Namangan viloyati 3 tumandan olib kelib o'rnatib berdik. Agar videomiz darvozamiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosing, oldindan tugmasini bosib qo'ysalang, bundan ham chiroyli darvozalar xudo xolasa taqdim qilamiz. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Charchamanglar. Xo'p. Kunimiz yaxshi bo'ldi.